Ko'pchilik UFO'ga notanish emas. U kelish manbasi bo'shliq qurilmasi. Xarakteri aniq bo'lmagan noma'lum uchar jismga vakillik qildi. Lekin yana bo'shliqda yoki olam bo'shliqda laylab uchayotgan jismlarni ba'zilar osmon jismlar deb qarasa, ba'zilar uni jonliq deb qaraydi. Yana ba'zilar ko'rish tizimi bilan yo'riqliq elib kelgan xiyoliy tuyg'u deb qaraydi. Texnik ko'p kishilar buni tosh bilan odamlarning uchqusi deb qaraydi. Uning ustiga dunyoning har qaysi joylarida doim yuz berib turadigan UFO'ni o'z ko'z bilan ko'rgan voqealar bizni buningga texmo shendirdi. Hamda bu dunyoda cho'qim insonlar tushuntirib bera olmaydigan ba'zi noma'lumlarning mavjud ekanligini bilishimiz kerak. Shundoq bo'lgan ekan, UFO haqidagi qiyos va muhokamalar uzilmay besiqmadi. Lekin nurg'un kishilar bu dunyoda UFO bilan o'xshab ketadigan bir xil ajoyib bayqash USO'ning borligini bilmaydi. USO degan bu atalg'u aniq bo'lmagan g'avvoslarning qisqartirilmasi bo'lib, u UFO o'xshash insonlarda bor bo'lgan savodlarda mavjud emas, balki ko'p qatim o'z ko'z bilan ko'rgandan keyin ondan mundoq bir tunishga ega bo'lgan. Gerçi o UFO'dek nam chiqarmagan bo'lsa-mu, lekin uning bayqilishi UFO'dan xilil burun. Eng dastlabki noma'lum g'avvoslik xotirasi milodiyadan ilgari 329-yili borlik kelgan. İmperator Alexander Hindistonning Jakstis daryosidan o'tganda, uga ko'rinib turgan ko'mish rangli qalqonsimon moddaning ularning beshida uchib yurganligini, ondan suvga shung'uganligini ko'rgan. İmperator Alexander o'zining kelgisi dunyodan kelgan uchar jismlarni ko'rganligini aytgan. Buning uchun u dunyodagi tunji suvosti paraxoti deb qaraladigan suv osti soatini kashf qilgan. Hamda hayotidagi eng oxirgi 6 yil vaqtni sarf qilib, bu noma'lum uchar jismlarning yip uchini izlagan. Uningdan boshqa USO yana Kolumbiyaning yurish xotirasida ko'rilgan. Xotirlar qaraganda 1992-yili 10-oyning 11-kuni kech soat 10da Kolumbo va uning kemachilari Atlantik okeanining eng cho'nqur dengiz osti jilg'isining biri bo'lgan Bermuda uchburchigidan asta-asta kesib o'tayotganda tuyuqsiz Kolumbo va uning matroslari dengiz tagidan g'alati nurlarning chaqnab turganligini ko'rgan. Uzoq o'tmay bir g'oyat zo'r noma'lum jism chaqnab turgan nur suv yuziga laylab chiqib, kecha osmoniga qarab uchgan. Bu Kolumbo va barliq kema xodimlarini hayron qoldirgan. Shuningdek keyingi 5 soatdan keyin ular yangi quruqlikni bayqagan. Kolumbo o'zining dengiz safari xotirasida bu cho'kma jism kepinaksimon kecha osmondagi chaqnagan shamga o'xshash deb tasvirlagan. Chaqnaq nur yer yuzidan kelgan emas, chunki u ufq sizqidan xilli olqib ketgan. Agar ko'pchilik yuqorqi ishga kechirmishning vaqti bekli burun ancha cho'ng ishonch kuchi bo'lmagan bo'lsa, undaqda bizga yaqinroq bo'lgan bir qancha USO voqeasini ko'rib boqaylik. 1972-yil qishda Norvegiya harbiy taraf bir g'alati narsaning Norvegiyaning dengiz qo'ltig'ida suv osti paraxotlariga yaqin atrofda paydo bo'lganligini, u chog'da xalqaro vaziyat sovuq munosabatlar urushining yuqori pallasida bo'lg'achqa, Norvegiya armiyasining bu voqeani o'z ko'z bilan ko'rganligi to'g'risidagi dokladni topshirib olganligini aytgan. Shuning bilan ular Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti armiyasi bilan birlikda ko'lami zo'r, vaqti uzun bo'lgan tekshirish vazifasini o'rindagan. So'ng dengiz qo'ltig'i Norvegiyadagi eng cho'nqur dengiz qo'ltig'i bo'lib, eng cho'nqur yeri 4300 fut qiytidi. Uning ichida u g'alati cho'kmaning cho'kishi uchun yetarli bo'shliq bor. Shunga Norvegiya dengiz armiyasi bir tarafdan sirliq suv osti kemasini izlab, yana bir tarafdan kasbiy uskunlarni ishga solib, bu g'alati cho'kmani suv yuziga chiqarishga qistidi. Ammo ko'pchilik o'ylamagan yerdan harbiy qism bu cho'kmani topganda, uning suv osti kemasi emas, balki bir g'oyat zo'r torpeda shaklli yo'shin besim ekanligini bayqadi. Shuning bilan dengiz armiyasi uni zambirak o'qi bilan o'q tutmoqchi bo'ldi. Ammo noma'lum uchar jism yanada suvda turib hech qanday ta'sirga uchirmadi. Norvegiya dengiz armiyasi uni yana cho'nqur suv bombasi bilan bombardimon qildi. Ammo yanada uning suvda yurishini to'sib qololmadi. Oxirida harbiy taraf dengiz qo'ltig'ini qamal qilishni qaror qildi. 14 kundan 15 kungacha har qanday paraxot va jismning ichiga kirishni qattiq chekildi. Qamal qilgandan keyin aniq bo'lmagan cho'kma g'oyib bo'lgan. Bu dengiz armiyasining yaqinqi 2 haftadan buyon iz qo'ygan nishonining nihoyat kuchli iqtidorga ega ekanligidan darak berdi. Hech bo'lmaganda u chog'da hech qanday bir davlat bundoq yuqori fan texnik saviyasiga ega bundoq shakli g'alati cho'kma suv osti kemasini yasab chiqa olmaydi. USO to'g'risidagi xabarning ishonchlikligi eng yuqori bo'lgani Puerto Rico'dagi USO'ni o'z ko'z bilan ko'rgan voqeadir. Puerto Rico Karib dengizidagi cho'ng Antilles taqim orolining sharqiy qismi bo'lib, UFO bilan zich munosabatli joy hisoblandi. Aytishlariga qaraganda u yerda UFO'ni o'z ko'z bilan ko'rgan necha yuz voqea yuz bergan. Uning ustiga bu yer UFO filmlari, UFO tadqiqotchilari va havaskorlarning nazaridagi muqaddas joyga aylangan. Bu yerda UFO ko'p ko'rilgandan boshqa USO'ni doim ko'rgil bo'ldi. 2004-yili 11-oyning noma'lum bir kuni nur chiqargan noma'lum jism Kartagina ko'lidan laylab chiqib, bo'shliqda 1 minutga yaqin aylangandan keyin osmonga qarab uchib ketgan. Ammo tilkamerani yanada elib yurgan bir ko'rgichi bularning hammasini suratga tortib olgan. Dalil isbotlar to'liq. Necha yuz ko'rgichi bo'lsa-mu, ular aniq bo'lmagan bu jismning Kartagina ko'lida harakat qilayotganligini bayqay olmagan. Hamda bir qism kishilar USO'ning rostligini isbotlagan. Ya'ni 2013-yili 4-oyda Puerto Rico'dagi Rafael Hernandez aerodromida
DHC-8 nomli aeroplan uchib uzun o'tmay, aeroplan xodimlari dengizda qizil rangli nur borligini bayqab, qo'mondonlik supasiga bu ahvolni aytgan. Uzun o'tmay munar supasi signal berib, ularga qandaqdir bir narsaning yiqilishyotganligini bildirgan. Biroq aeroplan issiqlik til kamerasi elib olgan sinalg'udan uning qandaq jism ekanligini jazmlashtirgil bo'lmagan. Shu chog'da noma'lum jismning DHC-8 ga yiqilishiga ergishib, u noma'lum uchar jism chiroqni o'chirgan. Biroq iz yanla issiq tasvir hosil qilish uskunasi tarafidan bayqalgan. Sinalg'u elingan eng oxirgi jism birning ikki bo'linish bo'yicha emas, balki yana bir boshqa jism bilan qo'shilib ketgan. Munar supasidagi radar bu jismning taxminan 3 dan 5 inglizcha uzunlikda, o'tir hisob bilan soatiga 50 ingliz milliy surat bilan mangadiganligini aytgan. U suvda taxminan 20 ingliz milliy mangandan keyin qaytadan uchib, yaqin atrofda birdan uchgandan keyin yana dengizga qaytib, oxirida suvga cho'kib ketib g'oyib bo'lgan. Hukumat tarafidan xabar qilishicha, bu noma'lum jismning aloyidligini tushuntirgil bo'lmaydi ekan. Sin orqali oshkorlangandan keyin nurg'un tadqiqotchilar tashqi planet fan texnikasi insonlarga ta'sir ko'rsatadi deb qaragan. Ilgirkiga o'xshash to'rdima har xil qiyoslar paydo bo'lgan, lekin ko'pincha puturab tura olmaydi deb qaralgan. Shunga oxirga kelgandimi bir qadar muvofiq tushuncha berilgan. USOning bayqalish to'g'risida yana nurg'un xabarlar bor, lekin kelish manbasi ko'p murakkab bo'lib, ba'zilar agar tashqi plan odamlari yer shariga qo'nmoqchi bo'lsa, nihoyatda cho'ng dengiz okeanlarni tanlashi mumkin. Biz tashqi plan odamlarning badan qurilmasining dengizda yashay oladigan, yashay olmaydiganligini, shundaqla ularning fan texnikasining ilg'or yoki emasligini, dengiz ostida ba'zi qurg'ilib bo'ladigan, bo'lmaydiganligini aniq bilmaymiz deb qaragan. Yer sharining dengiz okean ko'lami 70.8% eglaydi. Uning ustiga insonlarning dengiz okeanlarini echish va uningga kirishimi nihoyat tez. Shunga dengiz okeanlar ularning eng yaxshi himoyasi. Ularning sirliq cho'nqur dengizda bazasi bo'lishi mumkin. USO dal ularning uchiqchisi. Ular USO'ni haydab yer shari bilan o'zining planetiga berib keladi. Shunga nurg'un kishilar USO bilan UFO tubdan o'xshash narsa. U ham uchalaydi, ham suvga cho'kalaydi deb qaraydi. USO'ning bayqalishiga qarata yana ba'zilar texmi yangi o'y fikrlarni o'tirib qo'ydi. USO'ning xo'jayini tashqi plan odam bo'lmasdan, balki dengiz osti odami deb qaraydi. Bu Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasidan cheknab ketgan bo'lib, ularning qarashicha quruqlikdagi insonlar dengiz okean hayvonlaridan tadrijiy taraqqiy qilib kelgan. Ammo dengiz ostidagi odamlar yer sharidagi insonlarning tadrijiy taraqqiyotidagi bir tarmoqi va quruqlikdagi insonlarga o'xshash, ular dengiz okeanda uzluksiz taraqqiy qilib kelgan. Ammo eng oxirida dengizdan ayrilmay okeanlarning xo'jayiniga aylangan. Bu xil ko'z qarashga ega olimlar mashhur bemil suv osti qurilishini dengiz ostidagi odamlarning qurilish iznasi deb qaragan. Keyin dengiz osti suvining ko'tarilishi bilan faqat cho'nqur dengizda yashashga moslashgan. Dengiz ostidagi kishilar o'zlarining qal'asidan voz kechishga majbur bo'lgan. Ular hatto Ispaniya dengiz ostidan bayqalgan cho'ng tipdagi yumaloq, qubbilliq suzuk bino va Atlantik okean ostidan bayqalgan ekran dengiz ostidagi insonlarning yuqori texnikalik qurilishi va uskunasi bo'lishi mumkin. Ekran tok chiqarish yoki dengiz suyini pokizlash uchun ishlatilgan uskuna bo'lishi mumkin. Bu qurilishlardagi radarsimon antina ularning dengiz ostidagi simsiz aloqa to'ri antinasi bo'lishi, dengiz ostidagilarning fan texnika saviyasi bizdan xilla yeshib ketgan bo'lishi mumkin. Shunga ular yasagan fan texnika saviyasi bizning uchish uskunalarimizdan xilla yuqori deb qiyos qilishgan. Buningga siz yana qanday qaraysiz? O'ylaganlaringizni fikr rayonida qoldirib qo'ying.